Mo'min aka, ishga kech qolyapsiz. Bo'ldi, tayyorman. Bugun bitta chiroyli ovqat qilib qo'ygan qarindoshlarim keladi obedga. Ha, qani kelishorsin-chi? Xotin, nima bo'ldi? Ovqating tayyormi? Hozir qarindoshlar kelishyapti. Yo'q, hech narsa qilmadim. Aqling joyidami sani? Senga nima degandim men? Kechagi ovqat bo'shan yeb ketishoradi. Ular sizni qarindoshlaringizni to'g'ri tushunishadi. Nimaga bir og'iz aytmading ovqat qilish niyating yo'qligini? Men ko'chadan biron narsa olib kelardim. Telefon qilib ayting, bugun kelmay qo'yishorsin. Men ular cho'risimanmi? Hozir. Qizim, kuyov. Iye, dada, aka, nimaga bir og'iz aytmadilaring kelishlaringni? Nimaga hayron bo'lasan? Kuyovim chaqirdi-yu. Kuyovim ko'rinmaydi. Bizni chaqirib qo'yib o'zi yo'qmi? Ko'chaga chiqib ketishganda hozir telefon qilib chaqiraman. Ovqat ham qilmagandim. Endi ularning oldiga tuzroq narsa qo'yishim kerak. Nimaga meni uydagilarim kelishlarini aytmadingiz? Nima farqi bor? Meni qarindoshlarimmi, sanikimi? Dadajoningiz, iltimos ko'chadan biror nima olib kelib bering, hozir sharmanda bo'laman. Men hozir uzoqdaman. Meni qarindoshlarimga bermoqchi bo'lgan narsalaringni ularga ham berishing mumkin. Toki bu senga dars bo'lsin. Meni ham qarindoshlarim hurmatini joyiga qo'yishni o'rgan.